Allohga beadad behisob shukr. Buni shukronasini aytib tugata olmaymiz. Qolaversa men mana shu so'zimizni boshidan prezidentimizga avval minnatdorchilik bildirmoqchiman shu sharoitlar uchun. Sharoit deganda go'zal atmosfera deymizmi, go'zal sharoitlarda ichida yashayapmiz. Xalqimizda juda xursand bo'ldim. Umuman anchadan beri xursandman. To'ylarda hammasi go'zal o'tiradi. Chetda ishlab O'zbekistonda to'y qilib yayrab ketadi. Sababi tinchgina yeyish imkoni bor bo'lsa. Yo'q bo'lgani ham tinch yashayapti eng keragi. Va qolsa mana dam olgani kelganlarda mana o'zbeklarimiz kelib villalarda qada yashaydi. Xalqimiz yashash darajasi o'sdi ancha. Oila bola chaqasi bilan ukalar bor, akalar bor, singillarni, opalarini, bolalari bilan olib kelib dam oldirib ketayotgan. Shundaqa xursand bo'ldim. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Ayollarimiz mana shu yana bitta narsa avantajini hali yutug'ini aytdik. Berar qo'llardan biz xalqimiz berar qo'l. Mana shu yerdagilar ishlayapti. Mana shu yerda xalq $250 o'rta oylik deydimi? Shunaqa kecha baliqchilarda ko'rdik. Boriga qanoat qilib yashayapti. Biz bitta chivi beryapmiz va bu to'g'ri. Biz ehson hamma joyda Alloh rizosida berib ketasan, o'zbek kimligi, musulmon kimligini biladi. Baribir chivi berish kerak imkon bo'lsa. Biz kecha kemaga bordik. Mana yotadi, mana yotganlar yotdi o'zidan ko'rsin dedim. Mana o'zimda ham bordik. Borsammi, bormasammi dedim. Shu o'zbekchilikda anaqasida. Yuringlar mayatga boramiz deganda, bir yoqqa dam olgani borganda bu faqat bashaynga cho'milish, shu yeb ichib uxlash emas. Dengiz yo'q bizda. Dengizga chiqinglar, ko'pchilik bilan borasizlar. Qanaqa hayot kechiryapti ko'rasizlar. Allohni yaratgan dengiz uni ko'rasizlar, tog'larini ko'rasizlar. Ular tog'lari boshqa, jungliga o'xshaydi. Hayvonot olami boshqa, dengiz olami boshqa. Maza qilib cho'mildik, ko'pchilik bilan bir-birimizga qo'limizni berib, ana qilib juda go'zal. Biz chiqmaganimizda, yotganimizda bu narsani ko'rarmidik? Yo'q albatta. Ali erinib qolamiz, shu erinishni sindirishni o'rganishimiz. Keyin u yoqdan bu yoqqa kelgan yangi joyga borishga mutlaqo va mutlaqo ozroq nonlar bor. Olib kelib olinglar, unda kesib to'rtburchak porsiya qilib. Mana shu non, arpa noni 42 gram, mana shu. Kaloriyasini sanasangiz 70. Go'zal, ajoyib xalqimiz bor. Shunaqa chiroyli ko'rinyapti tashqarida. Xalqimiz yuzida tabassum, ayniqsa ayollarimiz biri-biridan shirin. Men shunaqa xursand bo'ldim sizlar uchun. Hijobda bo'lganimdan pardozi joyida, ko'zlari ertalabda hozirda qo'yib pardoz qilyapsiz dedim. Men fotosessiya qilgani chiqdim joyda xursand bo'ldim. Alloh rozi bo'lsin. Hayotdan mamnun bo'lib yashanglar. Hayotdan tabassum qilib yashanglar. Erinmanglar. Bir yurtga kelsangiz mutlaqo va mutlaqo bularni har bir burchagini ko'rib o'rganishga harakat qilinglar. Bizda yo'q bu tabiat. Daraxtlarda kokoslar, daraxtlarda bananlar, mangolar o'syapti. Uni ko'ringlar. Bozorda olib yeymiz, nima ekanligini bilmaymiz. Nima yeyotganimizni taniysiz, shaqqa kelib o'rgansangiz. Juda go'zal atrofga qarab. Erinib qolmanglar, yotish uyda ham bo'laveradi. Bu yerda dengizda havosi, kecha ochiq dengizga chiqdik, men ishonasizlarmi? Yaqin 15 yil, 20 yilda, 20 yil, 25 yil desam adashmayman. Bunaqa dam olganim yo'q. Hatto Dubayda ochiq dengizga chiqib, o'sha yerda ovqat yedik, o'sha yerda anaqasini ko'rdik. Dengizning ichiga chuqur dengizlar orolda oldida tushib cho'mildik. Go'zal, go'zal. Mototsikllarda mindik. Men atela mototsikl minmayman. Uchadigan daska deydi, letaющая daska, o'shanda uchdik. Ko'rdilaringiz, surfing daskada ana qildik. Suzdik, juda go'zal bo'ldi. Endi shunaqa g'uborimiz chiqdi, ilindim. Shu joylarga mutlaqo bitta o'zingiz borsiz, kemani arenda qila olmaysiz. Qilsangiz ham qiyin, qiziqarsiz bo'ladi. Bir 10-15 kishi bitta bo'lib, bitta kemani, yaxtani anaqa qilsa, tur firma bilan, Prestige turizm bilan mutlaqo anaqalar, oti ismi jismiga yarashgan turizm ekan. Ko'p bunaqa turizmlar bordir, lekin haqiqatda ismi jismiga oyatda yalanga joydan qilib qo'ymabdi-da, boy joyga, yarashadigan joyga qilgan. Juda yarashadigan betga face control bilan o'tadi xolos. Prestige turizmga ham rahmat, minnatdor. Biz juda go'zal organizatsiya qilishdi. Ular minnatdor bizni konsertdan, turistlar xursand bo'lganda, biz minnatdor, biz hammamizni xursand qilganlaringizdan. Hamma turizmga har doim ismi jismiga mos bo'lib yuringlar, ilohim. Prestige bo'lib yuringlar. Haqiqatda prestige. Juda go'zal dam oldik.
bunaqa o'tdiq men 20-25 yilda olganim yo'q. Endi unutdik hamma yo'qni. Charchoq uxlamagan oqshomlar deydi. Menga Allohga shukr hammasi uchun boshqa gapim yo'q. Yaxshi dam olinglar. Xalqimiz bardavom bo'lsin. Go'zal ruhiyatda, yuksak ruhiyatda yursin. Yana bir bor biz prezidentimiz bundan da go'zal sharoitlar berib charchamasinlar. Rahmat katta.